Shahzodbek Mohira apa? Mohira apa? Hop, demak Gulnoza bilan birinchi Mohira qoladi, ikkinchi Mohiramizga chiroyli qorbobo sovg'alari. Shoshmang. Mana. Qarsiga bo'lsin. Hozir bu yigitni o'lchi baholab o'tiribdi, bilmayapti. Yana yuraman. Yuring. Muzika sizga yuring. Qanday bo'lsa. Qarsi bo'lsin, qarsi. Bu yoqda ashula zakaz qilish yo'q. O'rtoq model. O'rtoqlaringiz nima qo'shishga? Qarsi. Bluetooth'da tarqatish yo'q yerda. Farqlaymiz. Birinchi yetganingiz nima edi? Bizning ismimiz nega? O'zlari? Gulnozaxon. Endi shu qilganingiz uchun jurilar, sotqin juri bo'lgandan keyin shunaqa bo'ladi-da. Stullarni berib beramiz qizlarga. Ko'rsatmam baho qo'yishgan bo'lsa. Yigitlarimizni davraga chiqaramiz. Ya yigitlarimizni ikkalovlar. Sizlar xabar qildingiz, bittaylar unisini, bittaylar bunisini tanlab. Shuning uchun hozir ikkala qizni xursand qilish uchun sizlar ikkalovinglar raqsga tushib berishingiz kerak. Bitta tushiramizmi yo? Baravar. Erkaklar urush tarafdori, xotinlar ko'proq tomosha qilish tarafdori. Bitta qilib xotinlar totdi, baravarni erkaklar. Demak, ashula juda uzun. Siz o'ynashingizga qaraymiz-da. O'ynashingiz yaxshi bo'lsa, davom etaveradi ashula. Qarsi bilan qo'llab qo'yamiz Ilhomjonni. Alohida o'ynaysizmi? O'yin-o'yinligi bo'ladi. Sizlar bir maza qilib tomosha qilinglar. Qani, qo'llab turamiz, Ilhomjon boshlab beradilar. 2 3 Böyle o'lgan odam ustida kulish yo'q. Bu ashulani Sam Brown degan ashulaga aytgan, Michael Jackson emas. Shahzodbek ko'rdingizmi nima qilib tashladi? Buzib tashladi bo'pchi. Demak, kurashish kerak. Bu boshqa sexdanmi, nima balodan? Voy, qizlar bana ishinglarni ko'p. Qani bitta qo'llab qo'y. Buni yerga hammasi mana telefonda ko'rsatadi o'zi, yetib qo'yish. Mana kecha qo'yib berasan. Qani demak boshladik. Shahzod. Voy, ha, bo'shashmasdan. Yorim meni aylab ollar. Ana qaysi? Uyga borib keldi o'rgarib, yomon qo'rqdim. Yorim meni aylab ollar. Ko'ylak kiyib o'tdi jinjimarim. Uyga borib keldi o'rgarib, yomon qo'rqdim. Ja qo'rqib